Kat yo'limizning afzallik tomonlari boshqa kat yo'llarga nisbatan stenkasini qalin qilamiz. 208 illikdan ishlangan kat yo'l. İçiga polniy rossiyskiy turba teriladi. Iloji boricha beshshovniy turbadan yig'ib beramiz. 5-6 atmosferada yoyman, lekin kamida 2 atmosferagacha xudo xolasa ko'tarib beradi. Davlinani zakрытие sistema, sopli pol, alyumin radiator, eski sovetskiy registrlar, radiatorlar, jugunli batareyalar farqi yo'q. Bemalol hammasini xudo xolasa ko'tarib beradi, isitib beradi. Xona bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, 10 ta 12 ta xonagacha bemalol ko'tarib beradi. Atablinani turiga bog'liq. Kvadrat bo'yicha hisoblash bizda yo'q. Atablinani turiga, atablinani ichiga qancha suv ketsa, ob'yomini hisoblab turib, o'shanga qarab chiqazib beramiz. Kat yo'limizning o'ziga 7,5 litrgacha suv ketadi. 7 litr, 7,5 litr. Undan oshiq suv ketmaydi. Xudo xolasa, bemalol tekshirib ko'rib olaverasizlar. Kat yo'li garantiyasi suvsiz yoqib qo'ymasanglar, yaxlatib qo'ymasanglar, kat yo'li sho'laridan suv qo'yvormasligiga, turbalar uncha-munchaga chirib ketmasligiga, kat yo'li ichi to'lib qolmasligiga eng muhimi, misol uchun ko'p joyda kat yo'li 1 yil o'tmasdan taqillab ketadi. Unaqa bo'lib qolmasligiga garantiya beramiz. Batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.